Xitoyning eksport ma'lumotlari bilan Amerikaning tamojni xotiralari o'rtasidagi farq 112 milliard dollarga yetgan bo'lib, Xitoyning Trump davrida yo'li qo'yilgan qo'shimcha tamojni bejidan qaytishdagi sistemalik boj o'g'irlash qilmishlarining rekord saviyasiga yetganligini oshkorladi, qadrli ko'ruvchilarimiz. Trump shunchavala besim, shunchavala jazo qonunni chiqargan bo'lsa, qarab boqaylik. Xitoy e'lon qilgan sondan Amerikaning xotirasiga kirgan xotirlangan narsa o'rtasidagi farq 112 milliard dollar yani. Mushunchalar g'oyat zo'r malni qochoq yo'llar bilan, har xil qonunsiz yo'llar bilan Amerikaga tiqalagan Xitoy yani. Bu intayin qo'rqinchli bir raqam. Yana Yevropa Ittifoqining savdo ishlari mas'uli Maros Sefcovic Dünya Savdo Tashkilotining Xitoyni eng e'tibor beriladigan davlatlar qatorida turg'izish qoidasini qaytadan baholab chiqishi kerakligini, chunki navbatda Xitoy dunyodagi ikkinchi chong iqtisodiy gavdaga aylanayotgan mazgildimi to'van tamojni bejidan bahramand bo'lishiga sharoit yaratib berishning adolatsizlik bo'lganligini bildirdi. İnsanlar degeskenmemdi, nerede uxlab qaldığını degeskenmemdi. Yani heyligacha, hozirgacha bilmedimmi degeskeldi insanlar. Haqiqatan qanchalik shumirayotganligi, numussizlarcha heli ham men shundaq kuchuklanib turib Xitoy, men ojizdim, taraqqiy qilayotgandim u bu deb har xil tamojna bojlaridan, to'van tamojna bejidan bahramand bo'lib turib, dunyoni qanday vayron qilayotganligini bilamiz.